Qamash tumanida joriy yilning boshidagi o'tkazilgan xatlov natijalariga ko'ra 75.426 nafar yoshlarimiz aniqlanib, shu yoshlarimizni 3 ta yashil toifa, sariq toifa hamda qizil toifalarga ajratib olindi. Hozirda Qamash tumanida og'ir toifalardagi yoshlar soni 786 nafarni tashkil etib, yil yakuniga qadar ularning 781 nafarini bandligi ta'minlandi. Yoshlar daftari elektron platformasi orqali 2025-yilda 324 nafar yoshlar kiritilib, yoshlar bandligini ta'minlash yo'nalishi bo'yicha gapiradigan bo'lsak, tumanimizda yoshlar banki tomonidan hozirda Qamash tumanida 51 nafar yoshlarimizga 4 milliard 300 million so'm pul mablag'lari ajratilib, ularni tadbirkorlikni boshlash orqasidan 140 nafar yoshlarimiz bandligi ta'minlandi. Kredit mablag'larini ajratish orqali yoshlarimiz o'z tashabbusi bilan payvandchilik, o'quv markazlari tashkil qilib, hamda o'z xonadonida milliy shirinliklarni pishirish orqali ko'p yoshlarimiz o'zini bandligini ta'minlashga erishildi. Jumladan, Davlat xavfsizlik xizmati kubogi uchun o'tkazilgan musobaqada Qamash tumanining Samarqand mahallasi yoshlari jamoasi 3 karra O'zbekiston chempionini qo'lga kiritib, mahallada yoshlarga kerakli bo'lgan barcha infratuzilmalarni yaratdi. 2 ta sun'iy qoplamali stadion hamda bitta keng tarmoqda yoshlar bandligini ta'minlash yo'nalishidagi yoshlar guzari qurib foydalanishga topshirildi. Bandligi ta'minlanmagan bitiruvchi va ishsiz yoshlarning bandligini ta'minlash maqsadida tuman hokimligi, Davlat xavfsizlik xizmati, tuman yoshlar ishlari agentligi va hamkor tashkilotlar bilan birgalikda 6 marotaba bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi o'tkazilib, 1300 nafardan ortiq yoshlar qamrab olindi va yarmarkalar orqali 854 nafar yoshlarimizni bandligi ta'minlandi. Probatsiya nazoratida turuvchi hamda jinoyat sodir qilishga moyil yoshlarimizni joriy yilda Muborak va Nishon tumanlaridagi harbiy qismlarda Jasorat maktabi loyihasi tashkil etilib, u yerga 52 nafar yoshlarimizni ishtiroki ta'minlandi hamda sog'lomlashtirish yo'liga o'tdi.